shikoyat qilasiz dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom ochlikdandirlar, qarang. Rasulullohning qornlari ochagan o'sha mahal. Shunda haligi sahobiy yig'lab, sizni qorningiz ochsa-yu, men shundoq yurarmidim deb orqalariga sekin qaytib bir xurmozorga borib, ana shu xurmozorning egasi bilan bir bitim qildiki, "Ke mana shu xurmoyingni sug'orib beraman, har bir paqiriga bir donadan xurmo berasan." Necha paqirdir suv toshib xurmolarni sug'orib berdi, evaziga bir hovuch xurmolik bo'ldi. Haligi xurmoni olib kelib, haligi sahobiy, "Mana bu xurmolardan yeb oling, mana shu xurmolar bilan qoningizni to'ygizing" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi xurmolardan olib yerkanlar, "Shu xurmolarni borib ishlab qiynalib men uchun olib keldingmi?" dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. "Ha, ey Allohning rasuli, nima uchun bu ishni qilding? Sizni yaxshi ko'rganligim sababli" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi xurmoni yerkanlar, "Ha, meni yaxshi ko'rasanmi?" "Nihoyatda yaxshi ko'raman ya Rasululloh." "Agar" dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "meni yaxshi ko'radigan